alaykum qadr baland zamondosh. Baxtli bolalik turkumida ko'rsatuvimiz Fayzli xonadoningiz mehmoni. Bugun ijodiy guruhimiz Samarqand viloyati Maktab va maktabgacha ta'lim boshqarmasi hamkorligida Kattaqo'rg'on tumani 2-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga tashrif buyurdi. Bu yerda bolajonlarimiz uchun hukumatimiz tomonidan qilingan shart-sharoitlar o'zini badastirligi, ota-onalarning roziligi bilan ajralib turadi va boshqa bog'chalardan ko'ra tarbiyachilarning zukkoligi, bilimdonligi, ayniqsa bolajonlarimizni bugun har xil tillarni o'rganib, davlat va jamiyatni boshqaradigan shaxs sifatida shakllanayotgani quvonchli hol. Shu bois biz bir guruh ota-onalarni suhbatga chorladik. Men suhbatdoshim Ochiltosh Ergasheva shu yerda farzandlari, nabiralari tarbiyalangan ekan. So'z navbati Ochiltosh opaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ana shu bog'cha 2-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'z farzandlarim tarbiya topib, shu yerda yaxshi bilimlar olgan. Mana hozirgi kunda nabiralarim ham shu bog'chaga kelib, shu yerda ta'lim tarbiya olyapti. Shu bog'cha xodimlaridan biza ota-onalar juda minnatdor. Biza nabiralarim shu bog'chada juda chiroyli ta'lim tarbiya olib, ular rus tilini, ingliz tilini mukammal o'rganib bormoqda. Shu bog'cha xodimlariga katta rahmatlar aytaman. Direktori Munisa Bahajirovnaga, mudirimiz Alisher Daminovga kattakon rahmatlar aytaman. Mana shunday bolajonlarga chiroyli shart-sharoitlar yaratib, ularga chiroyli bilimlar berib kelmoqda. Mana shu ularni ulkan muvaffaqiyatli ishlariga katta zafarlar tilayman. Doim sog'-salomat bo'lib, charchamasdan ishlab yurishlari tilab qolaman. Bunday sharoitlarni bolajonlarga yaratishda prezidentimizga kattakon rahmat, viloyat hokimimizga ham kattakon rahmat, tuman hokimlariga ham kattakon rahmat. Mana bolajonlarga juda katta e'tibor berib, katta chiroyli shart-sharoitlar yaratib berganlari uchun kattakon rahmatlar aytib qolaman. Mana yaqinda O'zbekistonimizni bayrog'ini tashkil topgan kun. Bu bayram bilan hammani chin yurakdan tabriklayman. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Men Umarova Sabohat 2-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi lavozimida faoliyat olib boraman. Men bu bog'chadan juda ham mamnunman. Bog'chamizda bolajonlarimiz uchun shart-sharoitlar davlat talablari darajasida yo'lga qo'yilgan va sharoitlarimiz barchasi davlat talablariga bemalol javob bera oladi deb ayta olamiz. Sifatli ta'lim tarbiya ham juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bolajonlarimizni sog'lom ovqatlanishlari ham davlat talablari darajasida yo'lga qo'yilgan. Bolajonlarimiz uchun tibbiy ko'riklar va boshqa sharoitlarimiz ham juda ham yaxshi. Shu bog'chada o'zimni ham 2 nafar farzandim tarbiyalanuvchi. Biz bu bog'chaning sharoitlaridan juda ham xursandmiz. Ta'lim sohasida ham, ovqatlanishida ham barchasidan bog'cha ma'muriyatiga kattakon rahmatimizni aytmoqchimiz, ota-onalar nomidan va bolajonlarimiz nomidan. Avvalambor shu sharoitlarni yaratib berganlari uchun prezidentimizga kattakon rahmat va minnatdorchiligimizni bildiramiz. Viloyat hokimimizga, tuman hokimimizga va bo'lim mudirimizga va bog'chamizning rahbariyatiga kattakon rahmat aytamiz.